Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan doimgidek Azizbek Qo'shimurotov va bizani bugungi navbatdagi videomizda Redmi telefonlarini yangi funksiyasi, ya'ni dinamikni changdan va suvdan tozalash uchun maxsus funksiyasi borligini ko'pchilik bilmasa kerak. Endi bilganlarga bu tegishli emas. Endi men o'zim ham ko'rib qoldim. Bu asosan 2025 va 26-yillarda chiqqan Redmi telefonlarida bo'lishi mumkin, ehtimoli katta. Xo'p, buning uchun sizlar qo'shimcha sozlamalarga kirasizlar. Bu yerdan o'zi ko'ringan mana dinamikni tozalash deb yozilgan va o'zbekchaga qo'ygan bo'lsangiz mana 30 soniya davomida shu har xil ovozlar chiqarib dinamikingizni tozalab beradi. Mana bitta bo'lsangiz. Bu xususiyat mavjud emas deyotgani sababi hozir mikrofon va kolonka bir vaqtda bir joyda joylashgan, ya'ni tepada va pastda turadi odatda telefonlarda. O'shaning uchun mikrofon ishlayotgan joyda boshqa xalal beradigan narsalar, ya'ni ovozlar chiqaradigan funksiyalar vaqtincha o'chadi. Yoki majburan masalan musiqa yoki boshqa narsa, video ko'rib olish kerak bo'lsa, o'shalarning ovozi filtrlanadi, ya'ni nariyoqqa yetib bormaydi telefonda gaplashayotganingizda. O'shanaqa narsalarga qarshi, ya'ni bu hozir har xil yoqimsiz ovoz chiqargani uchun hozir ekran zapis bo'lgani uchun hozir qo'shmayapti. Sizlar hozir men ekran zapisni o'chirib bitta bossam, polniy tozalab beradi. Kim mana shu Redmi telefoni bo'lsa, men qaysi modelda bor ekanini bilmayman. Mani hozir qo'limdagi telefon Redmi Note 15 telefoni va qolgan boshqa Redmining boshqa modellarida chiqqan bo'lsa va bor bo'lsa, kommentariyga yozib ketinglar. Qolgan odamlarga tekin nima bo'ladi, konstruksiya bo'lib xizmat qiladi. Ya'ni siz bilan bir xil telefon ishlatadigan odamlar o'ziga uveren bo'lib, o'sha joydan o'zini telefonni dinamiklarini suvga tushirib olganda yoki changdan tozalaydigan paytda o'shadan tozalab olishlari mumkin bo'ladi. Videoni o'tkazib yubormasdan ko'rganlar uchun alohida rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib, ushbu video sizlarga manzur bo'lgan bo'lsa, albatta like bosib qo'yishingizni iltimos qilaman. Demak, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Kanalimizga obuna bo'lib, bizlarni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz. Hammalarga rahmat.